Yoshim 5 yoshda edi. Uyimizdagilar uzoqroq qarindoshimizni to'yiga ketishgandi. Uyda yolg'izman va 15 yoshli amakimning o'g'illari bor edi. Charchaganimdan xonamda uxlab qolgandim. Cho'chib uyg'onib ketdim. Amakimning o'g'illari yonimda menga tegijonlik qilardi. Ularni qo'llarini olib tashlamoqchi bo'lsam, jim yot deb menga do'q qildilar. O'sha payt uyimizdagilar ham kelib qolishdi. Men qo'rqqanimdan bu narsa haqida hech kimga aytmadim. Faqat ora-sirada amakimning o'g'illaridan cho'chib turardim. Hozir yoshim 17 da. Amakimning o'g'illari uylangan, ularning ayollari bor. Har safar xotinini ko'rsam, "Siz eringiz men bilan shunaqa qilgan. Undan qizingiz ehtiyot qiling" degim keladi. O'zini bo'lsa pichoq bilan so'yib tashagim keladi, deb bir singlimizni menga yozibdilar. Ularning iltimoslari: ayollarga ayting, kichkina qizlarini akalari bilan uyda qoldirishmasin. Shu temani olib chiqing deb menga iltimos qilib yozibdilar. Qizlar, men hozir titrab ketaman. Chunki meni o'zimning ham qizim bor. Nima bo'lsa bo'lsin. Qizinglar uyda yolg'iz o'tirgani yaxshi. Erkak kishi bilan o'tirgandan ko'ra, lutchi uyda bitta o'zi o'tirsin, lekin bir umr bunaqa travma olmasin. Qizlarimizni asraylik.